Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zalzala. Hop. 8 oyatdan iborat. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana birinchi alif tagida hamza turibdi. Ya'ni hamza bilan alif bitta vazifani bajaradi. Alif tagida kasra kelsa ham i deb o'qiladi. Hamzani tagida kelsa ham i deb o'qiladi. Ikkalasi birga kelib turib, ikkalasini tagida kelsa ham i deb o'qilaveradi. Izada birinchi z til bosadigan z. Zdan keyin alif mat, tabiiy mat kelyapti. Ozgina cho'zamiz. Og'zimiz katta. Iza deb og'zimizni ochib yuborsak, o'zi chiqadi. Qolgan zlar ikkala z til bosadigan z emas, oddiy z. Zulzilatil bo'lib qalqala bo'lib ketmasin, e'tibor beramiz. Zulzilatil ardu ma alif lam bilan kelganda birinchisi lam, ikkinchisi alif hisoblanadi. Zulzilatil deganda mana l ketdi sukun bilan, ardu alif qoldi. Ya'ni alif ustida hamza, hamzaning ustida a kelyapti, ya'ni fatha. Ardu zilzalaha mo'llamga ham e'tibor beramiz, qalqala bo'lib qolmasin. Zdan keyin alif mat bor, oxirida ham alif bo'lgani uchun ozgina cho'zib to'xtaymiz. Zilzalaha monovi l bilan h qo'shib yozilgan. Tepasida chiqib turgan joyi l, pasi ha. Zilzalaha va akhrajatil ardu asqalaha. Va akhrajatil bo'lib ketmasin. Muallif ustidagi a ham o'qilsin. Va akhrajatil. Mo'llamga urishtiramiz. Ardu asqosida til bosamiz. Qofdan keyin alif mat bor. Asqalaha oxirida ham alif matni ozgina cho'zib to'xtaymiz. Va qolal insanu ma laha. Qof yo'g'on harf. Yo'g'on aytamiz. Qofdan keyin alif mat bor. Tabiiy mat 1-2 deguncha cho'ziladi. Va qolal mana birinchi lamga sukun berib ulayapmiz. Ikkinchisi alif tagida hamza, hamzaning tagida kasra kelyapti. Va qolal insanu sdan keyin mana kichkina alif mat kelyapti. Insanda nun ixfo bo'lib kelyapti. Sda chiqadigan joyga nunni yashiramiz. Birinchisi harfini sukunli holatini aytib olsak, keyin sda chiqadigan joyga nunni yashiramiz. Insanu ma laha mad cho'zamiz. Tabiiy mat bor. Laha ham cho'zamiz. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Yawma vovni sukunini beramiz. Yavma bo'lib qolmasin. Yawma lavimizni durda aytirsak chiqadi. I mana hamzaning tagida i kelyapti. Yawma idin z tagida mana qing'ir kasra kelyapti, ya'ni ixfo borligi uchun shunaqa qing'ir kelyapti. T ga z tagidagi tanvinni ixfo qilamiz. Yawma idin tuhaddisu birinchida keyin ha o'qiladi. Ustma-ust birlashtirib yozilgan. Akhbaraha bdan keyin alif mat bor. Ro yo'g'on ro aytiladi. Oxirida hada cho'zib to'xtaymiz. Bi anna robbaka awhalaha. Bi keyin bidan keyingi alif ustida yana hamza bilan fatha kelyapti. Bi anna o'qiladi. Nun g'unna bilan kelyapti, ushlab turamiz. Bi anna 4-5 deguncha ushlab tursa bo'laveradi. Robbaka awha vovni sukun beramiz. Hadan keyin mana yod ustida kichkina alifni belgisi, ya'ni tabiiy mat kelyapti. Buni cho'zamiz. Awhalaha oxirini ham cho'zamiz. Yawma idhi yasdurun nasu. Yawma idhi mana bu yerda ham ixfo kelyapti. Zrdagidagi tanvinda yaga kirgizib ushlab turamiz. G'unnali idg'om kelyapti. Yawma idhi yasdurun bo'lib ketmasin. Yasdurun sot sukunini beramiz, lekin qalqalasi yo'q. Yasdurun nasu nun tanvinli kelyapti, tashdidli kelyapti, ya'ni g'unnali idg'om bo'lib kelganligi uchun 4-5 deguncha ushlab turamiz. Yasdurun nasu undan keyin alif mat bor cho'zamiz. Ashtatal tdan keyin mana alif mat bor. Ta'dan keyin
g'unnasiz idg'om kelyapti, ya'ni qing'ir fathali tanvin lam harfiga yo'liqqanligi uchun kirgizib yuboramiz. Ashtatan liyuraw bo'lib qolmasin, vovni sukunini berish kerak. Liyuraw a'ma, birinchi oddiy a keyin ayn. A'malahum, mimdan keyin alif mad bor. A'malahum, huma bo'lib oxiri qalqala qilib qo'ymaymiz. Faman ya'mal misqola zarratin khayran yarah. Famay nunda yodi ichiga kirgizib yuboramiz. Ya'ni bu yerda ham g'unnali idg'om kelyapti. Kirgizib g'unna bilan ushlab turamiz. Faman ya'mal bo'lmasna, lada qalqalasi yo'q. Ya'mal misqola, qofdan keyin mad bor. Zarratin til bosadigan za, undan keyin izhor kelyapti. Ya'ni tanvinda aniq bildiramiz. Zarratin khayroyda ixfo idg'om kelyapti. Qing'ir tanvin mana yo'ga kirgizib yuboramiz. G'unnali idg'om ushlab turamiz. Khayran yarah va man ya'mal, bu yerda ham g'unnali idg'om kirgizib ushlab turamiz. Misqola zarratin, endi bu yerda ixfo kelyapti. Misqolada mad tabiiy bor. Zarratin mana tayda qing'ir chiziq, ya'ni ikkita kasrali tanvin kelyapti. Sh harfiga yo'liqqan uchun ixfo qilib shni chiqadigan joyiga nunni yashiramiz. Zarratin sharroy yaroh. Sharroyda bo'lsa g'unnali idg'om. Sharroy yaroh deb to'xtaymiz. Sadaqallohu azim. Alloh manfaatli qilsin. Video to'g'risida fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Yana qanaqangi darslar xohlasizlar yoki darsda yana qanaqa bo'lishini xohlagan bo'lardinglar, sizlarga foydali bo'lyaptimi? Fikringlarni albatta kutib qolaman va o'zingizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashishni unutmanglar.